nima uchun C ba'zi joyda S o'qiladi, ba'zi joyda K o'qiladi va o'quvchilar eng ko'p beradigan savol va eng ko'p qiladigan xato ham shunda. Demak, e'tibor beramiz. Qaysi holatlarda S talaffuz qilib o'qiymiz? Agar C dan keyin I, E, Y harflari turgan bo'lsa, ya'ni o'zimiz o'zbekchada I, E, Y turgan bo'lsa, S talaffuz qilamiz. Misol uchun city, sand, cycle. Demak, qaytaramiz. City, sand, cycle. S'dan keyin E, A, Y harflari turgan bo'lsa. Qolgan holatlarda esa K talaffuz etiladi. So'zni oxirida ham K talaffuz etiladi. Undan keyin undosh tovushlar turgan bo'lishi mumkin. Qattiq unlilar turgan bo'lishi mumkin. A, O, U hammasida K talaffuz qilinadi. Misol uchun cat, cow va yana turli xil joylarda kelganda ham K talaffuz etamiz. Undan keyingisi, agar S'dan keyin ikkita unli harf kelgan bo'lsa, Sh talaffuz etamiz. Transkripsiyada mana uzun S'ga o'xshagan, lekin juda ham S'ga o'xshamaydi. Shunaqa belgi turgan bo'lsa, bu Sh talaffuz etiladi. Endi misol uchun qaradik. Special, special, ocean, ocean. Demak, ikkita unli turibdi, ikkita unli turibdi. Endi qani mana shuni 3 ta qoidaga qarab o'qiymiz. Demak, birinchisida S'dan keyin I turibdi. Demak, buni S talaffuz qilamiz. Ikkinchisida, demak, so'zni oxirida turibdi, K talaffuz qilamiz. Uchinchisida esa ikkita unli turibdi, Sh talaffuz qilamiz. The Pacific Ocean. The Pacific Ocean. Demak, Pacific S, K, Sh talaffuz etiladi. Endi bizga 3 ta so'z berdim. Misol uchun buni qanaqa qilib o'qiymiz? Birinchisiga qaradik. Demak, S'dan keyin undosh turibdi. Bunisini K talaffuz qilamiz. Unisidan keyin esa I turibdi. Birinchi qoida bo'yicha bunisini S talaffuz qilamiz. Shunda accept, accept. Keyingisida ham birinchisida demak S'dan keyin O turibdi, qattiq unli, demak bunisini K talaffuz qilamiz. Keyingisida yumshoq unli, bunisini S talaffuz etamiz. Demak, concept, concept. Keyingisida ham qani accident, accident, accident. Demak, birinchisi K, ikkinchisi S talaffuz etiladi. Endi umid qilamanki, hech qayerda adashmasdan to'g'ri talaffuz etasizlar. Faqat qoidani yodlab olish kerak, unchalik qiyin emas. Faqat mana shu 3 ta harfda S o'qiymiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, yana ba'zi bir so'zlarni topib, qani yozinglarchi, qanaqa so'zlarni topdinglar, qanaqa talaffuz etiladi. Hammaga omad.